katta o'g'illi xonadoniga bordim. Katta o'g'limni xonadonda mehmon bo'lib, eshigini taqillatib borganimda kelin tilini uchida zo'rg'a kutib oldi. Keling ona deb qabul qildi. O'sha kuni mehmon bo'lib tunab qoldim. Ertalab bomdod namoziga turib, tahoratni olib, tahoratdan ortgan suvni o'rnimga sepib qo'ydim. Bu bir xiyla uchun. Namozni ado etgandan keyin ertalabki nonushtaga o'tirdik. Kelindan uzr so'radim. Kelin, uzrimni qabul qilasiz, qarilik, betoblik. Men o'rinni bulg'ab qo'yibman degan gapni gapirsam, eshitmagan gapim qolmadi. Juda ko'p haqoratomuz gaplar, tavqinlanatli gaplarni kelin yuzimga soldi. O'g'limdan bir sado chiqarmikin desam, o'g'lim hech narsa gapirmasdan xotinning og'ziga qarab turdi. Dilim og'ridi. U ham yetmaganday ketayotganimda o'zim yotgan o'rnimni kelin o'zimga yudirdi. O'zimni o'rnlarimni, choyshaplarimni yuvib, dilim og'rib shu xonadondan chiqib ketdim. Oradan 3 kun o'tgandan keyin ikkinchi o'g'illi xonadoniga bordim. Ikkinchi o'g'ilni ham xonadonida xuddi shu sinoatni davom ettirdim. Tahoratdan ortgan suvni o'rnimga sepib qo'yib, kelindan uzr so'rasam, kelin qattiq gapirgani yo'q, lekin o'g'limni olib kirib, o'g'limga dashnom berdi. Onang undoq, onang bundoq degan gaplarni gapiryapti, qulog'imga kiryapti. Bolam eshitib turibdi, lekin onam mehmon-ku degan gap o'g'illar og'zidan chiqqani yo'q. Xuddi boshini egib aybdor odamday xotinga tobe bo'lib gapiga quloq soldi. Dilim og'ridi, chiqib ketdim. Oradan kunlar o'tib, nihoyat 3-o'g'illi xonadoniga bordim. 3-o'g'illi ham xonadonida xuddi shu ishni takror qildim. Tahoratdan ortgan suvni o'rnimga sepib, ertalab kelinga uzr etsam, ikkita kelindan eshitmagan gapni bu kelindan eshitdim. Ona, qo'yningizga olmang. Men sizni xizmatingizni qilaman deb kelin bo'lganman. Meni erimni tug'ib voyaga yetkazib, siynangizni buloq qilib emizgansiz. Bir paytlar bizni erlarimizni teylarini siz yugandirsiz, xizmatlarini qilgandirsiz. Men endi sizni xizmatingizni qilaman, qo'yningiz cho'kmasin deb kelin xizmatimni ado etdi. Yuragimdan oftob chiqqanday bo'ldi. 3 ta o'g'il tuqqan ekanman, o'g'il bolasini endi ko'rganday bo'ldim. Oxirida chiqib ketayotganda kelindan barmog'ini o'lchamini so'radim. Kelin barmog'ingizni o'lchamini aytsangiz. Kelinni barmog'ini o'lchamini bilgandan keyin to'g'ri zargarlik do'koniga bordim. Erimdan qolgan dunyo bor, qo'limda mablag' bor edi. Tilla taqinchoqlar oldim, sovg'a salomlar oldim. 3 ta o'g'limni xonadonimga taklif qildim. Ayolinglar bilan kelinglar. Kelinlar bilan birin-ketin o'g'illarim xonadonimga kirib keldi. Kirgandan keyin o'g'illarimga qarab, "Otasiz sizlarni katta qilganligim esinglardami?" "Ha, esimizda. Siynamni buloq qilib emizdim, katta qildim, odamlarni xonadonida xizmatni qildim. Sizlarni ulg'aytirib voyaga yetkazdim. Otasi yo'q farzandlardan kam qilib o'stirganim yo'q. Sani xonadoningga bordim, katta o'g'ilga yuzlanib. Men kasal emasman, sog'man. Xiyla uchun qildim, sinov uchun qildim. Tahoratdan qolgan suvni o'rnimga sepdim. Ayoling haqorat qilganda ham bir og'iz onam deb onani oldiga tusha olganing yo'q. Dilim og'rib xonadoningdan ketdim. U ham yetmaganday o'zimga yudirdi yotgan o'rnimni. Ikkinchi o'g'ilga yuzlandilar. Sani ham xonadoningga bordim, ro'shnolik ko'rarmikinman dedim. Ayoling menga qattiq gapirmasa ham sani o'zingga qattiq gapirdi. Onam deb yonimni ololmading. Dilim og'rib chiqib ketdi. 3 ta o'g'il ko'rgan ekanman. O'g'il bolasini 3-o'g'illi xonadonida bildim. Haqiqiy o'g'il tuqqanim 3-o'g'il ekan. Kelinga aytganimda diliz og'rimasin ona, qo'yningizga olmang deb kelin xizmatimni ado qildi. Endi qolgan umrimni Xudo qancha umr bergan bo'lsa 3-kelinni qo'lida o'tkazaman. Lekin sizlar eshitinglar. Bergan oq sutimga odamlarni xonadonini sidirib, odamlarni xonadonida bolalarimni ko'zidan yoshi oqmasin deb qilgan xizmatlarimga achinmayman. O'g'il tug'dim deb voyaga yetkazganimga achinmayman. Otasiz farzand katta qilganimga achinmayman. Lekin sizlardek farzandga bergan tarbiyamni besamar ketganligiga achinaman. Bu dunyo qaytar dunyo. Tayyor turinglar. Sizlarning ham oldinglarda o'g'illaringlar bor, farzandliklar bor.
Sizlarga ham qaytmasdan ilojisi yo'q. Men hammanglardan roziman. Biron bir gapni gapirishga haqqim yo'q. Lekin tayyor turinglar. Mana shu 3-o'g'il ukani xonadonida men dilim ravshan bo'lib, yuragimdan oftob chiqqanday bo'ldi. Alloh nasib etsa bu farzandning rohatini ko'rmasdan ilojisi yo'q deb hikoya nihoyasiga yetadi. Endi bu ijtimoiy tarmoqda chiqqan hikoya, rivoyatdir, zarbul masaldir, lekin buni zamirida haqiqat bor. Ko'p joylarda uylangandan keyin ona chetga surilib qolayotgan xonadonlar bor. Onaning gapi inobatga o'tmay